Eslaysizmi, 2016-yil hayvonlar shahri Zootopia butun dunyoni hayratga solgandi. Jaddi va Nik eng noodatiy sheriklar, eng zo'r detektivlar. Endi esa ular yana qaytishadi. Bu safar shaharni yangi sirli jinoyatlar kutmoqda. Jaddi va Nik hammasini aniqlash uchun yana birga ishlashadi. Lekin bu safar hammasi oson bo'lmaydi. Chunki Zootopiada yangi dushman paydo bo'lgan ilon Gari. U aqlli, ayyor va butun shaharni chalg'itishni rejalashtirgan. Bilasizmi, birinchi Zootopiada 64 turdagi hayvon ishlatilgan bo'lsa, yangi filmda bu son 80 dan oshgan. Hatto har bir hayvon turi uchun alohida mikrorurban, ya'ni o'ziga xos mahalla yaratilgan. Shuningdek, rejissyorlar aytishicha, bu safar Jaddi va Nik orasidagi do'stlik yanada sinovdan o'tadi. Demak, bu filmda nafaqat sarguzasht, balki his-tuyg'ular ham ko'proq bo'ladi deyishmoqda. Xabarlarga tayyor bo'ling. Zootopia 2 kinoteatrlarda 26-noyabrdan boshlab chiqadi. Biletlar oldindan oling va hayvonlar dunyosiga yana qayting. Siz bu multfilmni qanchalik sevasiz? Izohlarda yozib qoldiring, obuna bo'lishni unutmang.